Salom do'stlar, sizlar bilan Iminov tilasi yangiliklar kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan Dream League Soccer 2026 o'yinida juda ham sizlarga ajoyib yangiliklar tayyorlab qo'ydim. Ya'ni bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan DLC 26 ga qo'shilishi mumkin bo'lgan, ya'ni balkim ba'zilari qo'shilishi 100% ham bo'lishi mumkin. Kartalar haqida gaplashib o'tamiz. Har xil rangli kartalar qo'shilmoqda DLCga, siyoh rang, pushti rang va shunga o'xshash kartalar qo'shilmoqda. Bugungi videoligimizda mana shu kartalar haqida sizlar bilan gaplashamiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana bu ekraningizdagi Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham tezkor yangiliklar mana shu Telegram kanalimga tashlab borilyapti. Futbolchilarning reytinglari, qanaqa kartalar qo'shilishi mumkin, u kartalarga qaysi futbolchilar qo'shiladi, nimalarga tayyor turishimiz kerak, barchasi Telegram kanalimga tashlab borilyapti. Xo'sh do'stlar, videorolikdan boshlashdan albatta videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanunda biz videorolikni boshladik. Birinchi navbatda men sizlarga yashil kartali futbolchilarni hamda siyoh rang kartali futbolchilarni qo'shilishi mumkin bo'lgan ikkita, bittasi DLC tomonidan rasmiy chiqarildi, ikkinchi video bo'lsa DLC tomonidan rasmiy emas, shunchaki bu internetda juda ham mashhur bo'lib ketgani uchun sizlarga qo'yib beraman. Birinchisi bu ana o'sha aytib o'tganimdek yashil kartali, u rasmiy emas. Ikkinchisi bo'lsa siyoh rang kartali futbolchilar bo'ladi, u rasmiy bo'ladi. Hozir sizlarga mana shu ikkita videorolikni qo'yib beraman do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana biz sizlar bilan ham ikkita videoni ko'rib chiqdik, ya'ni ikkita rangli futbolchilarning kartalarini ko'rib chiqdik do'stlar. Xo'sh, kelinglar birinchi bo'lib rasmiy xabardan boshlaymiz. Rasmiy xabar bu o'sha qizil bilan siyoh rang aralash kartali bo'ladi. Ana shu kartalar xudo xohlasa rasman DLC 26 da keladi bizga. Buni DLC-ni o'zi xabar berdi. Kimlar keladi desanglar, ikkita rasmiy futbolchi bor, ya'ni ikkita, ya'ni undan keyin ham qo'shilishi mumkin. Hozir men sizlarga ana shu ikkita futbolchini aytaman. Rasmiy tarzda Rafinha hamda Julian Alvarez rasman mana shu pushti kartali bo'lib chiqadi do'stlar. Siyoh rang kartali desak ham bo'ladi. Xo'p, mana ekranlarga chiqarib qo'yaman ikkalasini kartasini. Mana shunaqa reytingda bo'ladi do'stlar. Bularni qanday qilib olish mumkin do'stlar? Mana shu ikkita Julian Alvarez hamda Rafinhani. Ular sezon pass orqali keladi. Mana do'stlar, ekranlarga chiqarib qo'yaman do'stlar. Sezon passda ko'rib turibsizlar, Rafinha hamda Julian Alvarez turibdi. Ya'ni sezon passni pullik versiyasini sotib olasizlar. Va ana shu sezon pass sotib olganinglardan so'ng tepadagi sezon passdan Julian Alvarez hamda Rafinhani tekinga olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Albatta kimga ishonchli tarzda sezon pass ochish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol mana bu ekraningizdagi meni o'zimni shaxsiy Telegram lichkamga murojaat qilishingiz mumkin do'stlar. Ishonchli 100% halol ravishda tezda ochib beramiz do'stlar. Bemalol meni mana shu ekraningizdagi shaxsiy Telegram lichkamga murojaat qilishingiz mumkin. Ana endi do'stlar, yashil kartali futbolchilarga to'xtaladigan bo'lsak, to'g'risi men boshida yashil kartali futbolchilarni ko'rganimda ishonmagandim, bu narsalar qo'shilmaydi deb o'ylagandim, ammo lekin bitta videoni ko'rdim, bitta chet ellik bloger tomonidan bitta videoni ko'rdim va uje ishonchim ancha yuqori bo'ldi. Hozir men sizlarga ana shu yashil kartali futbolchilar haqida videoni qo'yib beraman, ya'ni birgalikda tomosha qilamiz va birgalikda ana shu videoni obzor qilamiz do'stlar. Qani ketdik. Mana do'stlar, ana shu video, ya'ni yashil kartali futbolchilardan tuzilgan sostav ko'rib turibmizki, mana Usman Dembeleni 87 variantli kartasi, Mbappe, Harry Kane'ni ko'rib turibmiz, juda ham rasmiy hamda haqiqiyga o'xshaydi. Pedri, ya'ni 2025-yilgi juda ham zo'r o'ynagan futbolchilar bor-ku, ana shulardan tuzilgan sostav bu. Mana Nuno Mendeslarni ko'rib turibmiz, Saliba, Gabriel, mana shu futbolchilarni ko'rib turibmiz. Ne to'lka bu futbolchilar hozir sizlarga klassik playerlarni ham mana shu videoda namoyish etishadi. Hozir mana ko'rib turibsiz, Alvarezning kartasi ham qo'yildi. Rasmiy kartalar bu Alvarez bilan Rafinhaniki. Endi juda ham haqiqiy bo'lgani uchun oldidagi yashil kartali futbolchilar ham qo'shilish foizi ancha yuqori. Ko'rib turibsizlar, yangi klassik playerlarni ham kartalarini joylashtiryapti do'stlar. Juda ham ajoyib do'stlar. To'g'risi videoga men juda ham ishondim, 75% ishondim, to'g'ri 100% emas, lekin 75% holatda mana shu yashil kartali futbolchilar ham
qo'shilishi mumkin do'stlar. Men sizlarga hozir mana shu videodagi barcha kartadagi futbolchilarni ko'rsatib o'taman do'stlar. Reytinglarini, nima balobatlarlarini hammasini ko'rsatib o'taman do'stlar. Xudo xolasa mana shu yashil kartali futbolchilar qo'shilsa, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Mbappening 87 variantli kartasi juda ham ajoyib bo'lardi. Bilasizlar, to'p urar bo'ldi. Pedri juda ham zo'r o'ynadi. Donnarumma vashshe yilning eng zo'ri darvozaboni bo'ldi. Shunaqa do'stlar. Xo'sh do'stlar, ana endi men sizlarga mana shu videodagi yashil kartali futbolchilarning barchasini statistikalarini sizlar bilan baham ko'raman. Mana Mbappening kartasini ko'rishimiz mumkin. Tezlanish, udarlari vobshe zo'r. Juda ham bemalol 700 chiqarsa bo'ladi bunaqa kartalardan. Vobshe udar kartasi. Mana endi Harry Kane kartasini ham ko'rishimiz mumkin do'stlar. Harry Kane ham juda ham ideal holatda. Tezliklari biroz past bo'lsa-da, juda ham ajoyib karta. Bundan ham 600 chiqarish mumkin. Usmon Dembele, biling kartasini qaranglar, juda ham ajoyib do'stlar. Haqiqatga juda yaqin do'stlar. Bu shunchaki yolg'on emas, bu juda ham ajoyib. Achraf Hakimi 86 reytingda chap o'ng qanot himoyachi, vobshe zo'r do'stlar. O'ng qanot himoyaning qiroli deb ham ayta olamiz. Pedri do'stlar. Pedri markaziy yarim himoyada juda ham ajoyib o'ynayapti. Agar mana shu futbolchilarni ko'radigan bo'lsak, hammasi oltin to'pga loyiq futbolchilar. Vitinani ham ko'rishimiz mumkin. Juda ham reytinglar ajoyib. Men o'zim shaxsan bu reytinglarni ko'rib maza qilyapman do'stlar. Xo'p, keyingi futbolchimiz bu Muhammad Salah. To'g'risi uni reytingi o'zi darasi 26 ga kelib 85 bo'lib qoldi, lekin yashil kartasida 86 bo'lishi kutilyapti do'stlar. Xo'p, keyingi futbolchimiz bu Gabriel bo'ladi. Gabriel bu Arsenalda juda ham ajoyib o'yinlar ko'rsatyapti va reytingini ham ko'rib turibmiz. Bemalol 500 chiqarsa bo'ladi bundan ham. Xo'p, keyingi futbolchimiz bu Nuno Mendes. Chap qanot qiroli desak ham bo'ladi hozircha. Hozirgi vaqtdagi chap qanot qiroli desak mubolag'a bo'lmaydi. Ko'rib turibmiz, reytingi ideal. Xo'p, Gianluigi Donnarumma 2025-yilning eng yaxshi darvozaboni bo'lib turibdi. Hozir Manchester Cityda faoliyat yurityapti. Juda ham reytinglari ajoyib do'stlar. Xo'p, mana men sizlarga yashil kartali futbolchilarni ko'rsatib o'tdim do'stlar, reytinglarini. Endi klassik playerlar ham bor edi, esinglarda bo'lsa, u klassik playerlarda reytinglarini men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Hozir videorolik biroz cho'zilib ketyapti do'stlar. Xudo xohlasa Telegram kanalimga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Klassik playerlar Batistuta va yana 3 ta yangi futbolchi qo'shilyapti klassik playerlardan. Bugungi videorolikimiz mana shu yangiliklardan iborat edi do'stlar. Menimcha videorolik sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Xo'p do'stlar, ko'pchilik savol berish mumkin, mana shu yashil kartali futbolchilarni qayerdan olamiz deb. Bu yashil kartali futbolchilarni ham agentlardan olishimiz mumkin. Ya'ni agentlar ichidan o'tgan safarga bilasizlar, Champions playerlar bor-ku, mana shu Ronaldo 88, Messi 88 kartalarini agentlar ichidan qidirgan edik do'stlar. Bu kartalarni ham xuddi shunaqa agentlar ichidan qidirishimiz mumkin do'stlar. O'shuning uchun hozirdan maksimal darajada agentlarni to'playlar, agentlarni moshniy qilib to'ldirib tashlaylar. 30 ta 20 ta 30 ta agent yig'ib qo'yinglar do'stlar. O'shunda bemalol mana shu futbolchilardan kamida 5-6 tasini o'zlarining jamoalarga yig'ib olishinglar mumkin bo'ladi do'stlar. Xo'p, sizlar bilan har doimgidek Iminov dalasi yangiliklar kanalida. Albatta videorolikka like bosib, tarqatib yuboringlar videoni. Video shunchaki bomba chiqdi do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Iminov dalasi yangiliklar kanalida bo'ldi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'linglar do'stlar.